Hop, endi Telegramni bu tarafdagi menyularni ko'ramiz. Hozir biza настройка degan bo'limini ko'rgandik. Buni ham ichkarisida bitta, ikkita bo'limini ko'rdik. Hop, hozir bu yerdan kelsak, misol uchun mana tepadan shu strelkaga bossam, mana yana bitta chiqadi. Добавить akkaunt. Unga bossam, yana yangi akkauntni qo'shsam bo'ladi, boshqa Telegram akkauntni. Bu yerda ikkita ko'rinib turadi. Bu yerda faqat 3 tagacha qo'shish mumkin. 4-sini esa premium olish kerak. Keyin hop, bu yerda установить emoji status. Bunga bossak, bizga premium kerak bo'ladi bu paytda. Premium orqali mana shunday ikonkalarni, emojilarni qo'ysak bo'ladi. Keyingisi moy profil. Bunga bosamiz. Hozirda meni profilimning ko'rinishi shu nimada. Hop. Bu yerda mana shu userim. Bu yerda hozir mana qalamchaga bossam, tahrirlasam bo'ladi. Keyin bu yerda QR kod bor. Buni ustiga bossam, mana shunaqa QR kod chiqarib beradi. Обычный, высокий, kачествоsi, размер teksta katta, mana. Foto profili tepada yo'q hozir, buni yoqsam, mana tepadan chiqib turadi. Прозрачный fon, orqasi ko'rinmasin degan. Hop, kopировать bossam, bo'ldi, QR kod kopирован. Endi hozir misol uchun bu nimaga jo'natib ko'raman, mana. Shu ko'rinishda boradi. Hop, profil bo'limiga o'tamiz. Bu yerda qalamchani bossak, mana o'zim haqimda, misol uchun, men haqimda biror narsa yozaman joyga. Hop, imya. Imya super admin, misol uchun yozganman. Keyin nomer telefoni nomerim va imya пользователя bu username deyiladi. Agar telefon nomeringizni ko'rinmaydi deb qo'ygan bo'lsangiz, mana shu username'ni aytsangiz, misol uchun super admin 64 desam, mana shu profilim kelib chiqadi. Hozircha kanalim yo'q, lичный kanal shu joydan kanalimni qo'shsak bo'ladi. Misol uchun qarang mana. Bu profilga o'taman. Ustiga bossam, mana bu yerda kanal chiqib turibdi. Rahimov Kanishar kanal. Bu shunday joyi. Hop, kanalni qo'shsak shu joyda. Keyin rangini o'zgartirsak bo'ladi, lekin bu hozircha premiumda o'zgaradi bu. Mana bu yerda qulf turibdi. Premium bo'lgan tarifda. Hop, keyin день рождения qo'shsak bo'ladi. Misol uchun день рождения 1-yanvar, сохранить. Mana. Bitta orqaga kelsam, mana shu ko'rinishda turadi. Boshqa odam sizni profilga kirgan paytda shu ko'rinishda turadi. Mana men haqimda biror narsa yozaman bu joyga. Super admin ustiga bitta bossam, mana imya пользовательская menga ko'payib bo'lyapti va tug'ilgan kunim 1-yanvar 2025-yil, hozircha 1 yoshdaman. Bu shunday joy. Hop, keyingi bo'limni kashflaylik. Bu bo'lim bilan biz ishlamaymiz. Bu shart emas. Bu o'zini hamyoni, kriptovalyutalar hamyoni bu. Keyingisi создать группу. Buni bossak, guruh ochamiz. Misol uchun nomi test deyman. Bu yerga rasm tanlasak bo'ladi. Kamerani ochsak yoki emojini tanlasak bo'ladi, misol uchun. Mana. Hozir shu yerda emojilar topilmadi nimagadir. Endi o'zi bitta emoji qo'yib berdi, сохраниться bosaman. Test, dalya. Endi kimnidir qo'shishim kerak. Hech kimni tanlab o'tirmayman-da. To'g'ri создать ni bosaman. Mana bizni Telegram guruhimiz ochildi. Yangi guruh. Bu yerda mana siz gruppani yaratdingiz, sizning imkoniyatlaringiz 200 tagacha obunachi, umumiy hikoyalarni ko'chirish, ссылка, publichniy ссылки в виде shu mana shunaqa ссылкasi, разный уровень profil, har xil darajalari. Guruhni har xil darajalari bo'ladi. Xo'p, bu yerga odam qo'shsangiz bo'ladi mana. Hozir men gruppa degan bo'limiga yozsam, mana bu yerda test turibdi. Testga bosdim. Bu tarafini bosib qo'ysam, o'ng tarafda shu guruh haqida ma'lumotlar chiqib turadi. Misol uchun mana bu yerda test degan bo'limi bor. Mana buni o'chirsam, mana chiqib turibdi. Testga o'taman. Bu yerda mana добавить ni bosaman va odamlarni qo'shsam mana shunaqa. Добавить ni bossam qo'shiladi keyin. Agar ular ham o'sha qo'shishni yoqib qo'ygan bo'lsa. Xo'p, keyingi bo'limimiz kanal. Создать kanallar. Test uchun описание.
Bu kanal olish paytida ochildi. Rasmni tanlasak yoki emojini tanlasak bo'ladi. Mana stakan, mana chiqib qoldi. Mana shunchaki qarang. Создать. Endi bu yerda aytadi publichnimi yoki частныйmi. Bu yerda hozir publichniy desangiz, unga bitta nom topishingiz kerak. Test uchun mana bu aytadi, такая ссылка уже занята. Bunday nomni уже band qilganlar. Test uchun. Bu ham zanit ekan. Mana 12:23 такая ссылка доступна. Ochiq ekan. Agar частныйni tanlab olsak, o'zi mana shu ссылка beradi. Shuni kimga tashlasangiz, o'sha odam shu bo'yicha kirib biladi. Keyin сохранitdan bossak bo'ldi. Hozir частный qilib o'chamiz. Сохранить. Bu yerdan добавить shartimiz. Пропустitni bosamiz. Mana kanalimiz ochildi. Xo'p, keyingi bo'limi kontaktda. Kontaktda o'zingizning kontaktlaringiz kelib chiqadi. Yangi kontakt qo'shmoqchi bo'lsangiz, mana kontaktga kirdim va bu yerda добавить kontakt. Imya, telefon nomeri yozasiz, familiyasi. Keyin звонки, telefon qilganlar. Новый звонокni bosib, misol uchun kimgadir telefon qilsangiz bo'ladi. Xo'p, hozircha bu darsimiz tugadi. Keyingi bo'limda настройки bo'limini ko'rib chiqamiz.